Ramazonning 12-kuni. Tarix ko'rgan mo'jizalar. Silsila davom etadi. Ko'ngli tor, baxil odamlarning qalbi ham qattiq bo'ladi. Turli tuman mo'jizalarni ko'rib ham unday odamlar iymonga kelmaydi. Misol uchun Musa alayhissalomga Alloh taolo 9 ta turli mo'jizalarni berdi. Bu 9 mo'jiza haqida Alloh Isro surasida "Va tahqiq biz Musoga 9 ta ochiq-oydin oyat mo'jiza berdik" deb aytgan. Ya'ni biz Musoni payg'ambar qilib yuborganimizda, uning payg'ambarligini tasdiqlovchi 9 ta ochiq-oydin mo'jizani ham ato etdik. Bu mo'jizalar qo'l, aso, to'fon, chigirtka, bit, baqalar, qon, ocharchilik yillari va mevalarning kamchil bo'lish hodisalari edi. Qur'oni Karimning 3 dan 2 qismi tarixdan iborat. Mana shu tarixning ham katta qismi Musa alayhissalom va qavmi Bani Isroil o'rtasida kesgan hodisalar haqida hikoya qiladi. 9 mo'jiza. Bu mo'jizalar haqida A'rof surasida quyidagicha so'z ketgan. Biz Fir'avn ahlini shoyat eslasalar deb qahatchilik yillar va mevalar tanqisligi ila tutdik. Ya'ni Fir'avn va uning kibor qavmining ko'zlari ochilsin deb ba'zi musibatlarga, jumladan ocharchilikka va mevalar tanqisligiga duchor etdik. O'zini anglagan har qanday qavm bundan to'g'ri xulosa chiqarib olardi. Ammo Fir'avn ahli o'zini tamoman katta tutdi. Ular o'zlariga yaxshilik yetganida bunga biz haqdormiz dedilar. Agar ularga yomonlik yetsa, Musa va u bilan birga bo'lganlardan shumlandilar. Ogoh bo'lsinlarki, ularning shumliklari Allohning huzuridan boshqa joyda emas, lekin ko'plari bilmaslar. Iymonsiz va tabiati buzuq insonlar atrofda ro'y berayotgan hodisalarni noto'g'ri talqin qilishga odatlangan bo'ladi. Ular har qanday yaxshilikni biz qildik, biz bunga haqdormiz, bizdan boshqa hech kim buni qila olmaydi va haqdor emas deydilar. Agar yomonlik kelsalar, boshqalardan, alal xusus dindan va din ahlidan ko'radi. Agar ularga yomonlik yetsa, Musa va u bilan birga bo'lganlardan shumlanadilar. Fir'avn ahli sodir bo'lgan yaxshilik va xursandchilikning boisini o'zlaridan deb bilishar, jamiki yomonliklar sababini Musa alayhissalom va mu'minlarga ag'darishardi. Aslida hamma narsa, jumladan yomonlik ham Allohning huzuridan. Oyatlar ham shunga ishora qilmoqda. Ogoh bo'lsinlar kim, ularning shumliklari Allohning huzuridan boshqa joyda emas, lekin ko'plari bilmaslar. Ko'pchilik buni bilmaydi. Fir'avn ahli ham bilmadi. Ular Musa alayhissalomga iymon keltirish o'rniga u kishiga qarshi ig'vo va inkorni kuchaytirdilar. Ular har qancha oyat keltirib bizni sehrlamoqchi bo'lsang ham biz senga iymon keltirguvchi emasmiz dedilar. Bu qavm iymon keltirishdan mutlaqo bosh tortdi. Oyat mo'jizani ko'rishni xohlamadilar ham. Musa alayhissalom ularni ishontirish uchun har qancha urinsalar ham urinishlari behuda ketishini avvaldan aytib qo'ydilar. Ana shunda ularni qilmishlariga munosib tarzda jazolash fursati yetib keldi. Bas, ularning ustidan to'fon, chigirtka, mita, baqa va qonlarni ochiq-oydin va mufassal belgilar qilib yubordik. Bas, ular mutakabbirlik qildilar va jinoyatchi qavm bo'ldilar. Alloh Fir'avn va uning ahli va'z nasihatga quloq tutsin, insof iymonga kelsin, qilayotgan jinoyatlardan qaytsin deb ularga mufassal qilib, alohida tarzda oyat belgilarini yubordi. Ba'zi ulamolarning fikricha, Isro surasidagi Musoga 9 ta ochiq-oydin oyat belgi berdik deyilishiga qaraganda, 9 yilda 9 ta oyat yuborgan. Aso, qo'l, qahatchilik, meva va jonlarni nuqsonga uchratish, to'fon, chigirtka, mita, baqa va qon. Alloh taolo har gal balo yuborganida Fir'avn ahli dotvoy solishib, tavba qilishar, jinoyatlarini tark etishga va Bani Isroilni qo'yib yuborishga Musa alayhissalomga va'da berishardi. Ushbu holatni quyidagi oyat bayon qiladi. Qachonki ustilariga azob tushsa, ey Musa, senga bergan ahd hurmati, Robbingga duo qil. Agar bizdan azobni ko'tarsang, albatta senga iymon keltirurmiz va Bani Isroilni sen bilan qo'yib yuborurmiz dedilar. Qachonki ustilaridagi azobni o'zlari yetib boradigan muddatga ko'tarsak, qarabsanki qasamlarini buzib turibdilar. Bu holat haqida Imom Ibn Jarir Tabari Sa'd ibn Jubayr radhiyallohu anhu dan quyidagi rivoyatni keltiradi. Musa alayhissalom Fir'avn huzuriga kelib, Bani Isroilni men bilan qo'yib yuborgin deganida, Fir'avn ko'nmadi. Shunda Alloh ularning ustiga to'fon yomg'iri yubordi. Ustilaridan sel qilib qo'ydi. Barcha yer botqoqqa botdi. Shunda ular bu ilohiy azob bo'lsa kerak deb qo'rqdilar va Musoga Robbingga duo qil, bizdan yomg'irni ko'tarsin. Biz senga iymon keltiramiz va Bani Isroilni sen bilan qo'yib yuboramiz dedilar. Musa alayhissalom duo qildi
Balo ko'tarilgach esa ular iymon keltirmadi. Bani Isroilni qo'yib ham yubormadi. Ular makr qilmoqchi bo'lishdi, ammo Alloh makkorroqligini xayoliga ham keltirishmadi. O'sha yili Alloh ularga bundan oldin yetishmagan turfa ziroat, meva va o't o'lanlarni o'stirdi. Gullab yashnadi. Barcha mevali daraxtlar, dehqonchiliklar zo'r hosilga kirdi. Shunda ular biz orzu qilgan narsa shu edi. Biz shunga loyiqmiz deyishdi. Mana shundan keyin Alloh ularning o'sha mevalari yu yashnab turgan dehqonchilik ustiga chigirtka balosini yubordi. O'simliklarga jiddiy zarar yeta boshladi. Ular o'simliklariga chigirtka yetkazayotgan zararni ko'rib, nabototning urug'i ham qolmasligiga ishondilar va yana yuzsizlarcha: "Ey Musa, Robbingga duo qilgin. Bizdan chigirtkani ko'tarsin. Biz senga iymon keltiramiz va Bani Isroilni sen bilan qo'yib yuboramiz" dedilar. Musa alayhissalom yana duo qildilar. Alloh ulardan chigirtkani ham ko'tardi. Ular esa yana iymon keltirmadi. Bani Isroilni ham qo'yib yubormadi. Ular donlarini uyda saqlashni o'rganib oldilar va endi saqlab olaveramiz dedilar xotirjam turib. Shunda Alloh azza va jalla ularga donning o'zidan chiqadigan qurt, mita yubordi. Ulardan bir kishi tegirmoniga 10 ta meshta bug'doy olib borsa, 10 kilo ham un chiqmaydigan bo'ldi. Shunda ular: "Ey Musa, Robbingga duo qilgin. Bizdan mitani ko'tarsin. Biz senga iymon keltiramiz va Bani Isroilni sen bilan qo'yib yuboramiz" dedilar. Yuzsizlikni qarang. Allohni esa bandalariga mehribonligini qarang. Musa alayhissalom Robbisiga duo qildi va ulardan bu azob ham ko'tarildi. Ammo ular Bani Isroilni qo'yib yuborishdan yana bosh tortdi. Bir kuni Musa alayhissalom Fir'avn huzurida o'tirgan edi. Birdan baqaning ovozini eshitib qoldi va Fir'avnga: "Sen va sening qavming bundan nima ko'rasan?" dedi. Shunda Fir'avn: "Bu ham bir balo bo'lmasa edi" deb javob berdi. Kechga borib esa ulardan har biri tomog'igacha baqaga ko'milgan holda o'tirar, gapirmoqchi bo'lsalar og'izlariga baqa kirib ketardi. Navbatdagi mo'jiza baqalar bo'ldi. Ular yana Musoga: "Robbingga duo qil, bizdan mana bu baqalarni ko'tarsin. Keyin biz senga iymon keltiramiz va Bani Isroilni sen bilan birga qo'yib yuboramiz" dedilar. Alloh ulardan baloni ko'tardi, lekin qavm yana iymon keltirmadi. So'ngra Alloh ularning ustiga qon balosini yubordi. Anhorlardan, quduqlardan, idishlardan suv olmoqchi bo'lsalar, yangi qon chiqardi. Ular bu haqida Fir'avnga arz qilib: "Biz qon balosiga uchradik. Toza ichimlik qolmadi" deyishdi. Fir'avn: "Albatta, Muso sizlarni sehrlab qo'ygan bo'lsa ajab emas" dedi. Shunda odamlar: "Qayerdan sehrlaydi? Biz idishlarimizda suv topa olmayapmiz. Yangi qondan boshqa hech vaqo yo'q" deyishdi. Ular kelib: "Ey Muso, Robbingga duo qil. Bizdan qon balosini ko'tarsin. Keyin biz senga iymon keltiramiz va Bani Isroilni sen bilan birga qo'yib yuboramiz" deyishdi. Balo ko'tarildi. Ular esa yana iymon keltirmadi va Bani Isroilni qo'yib ham yubormadilar. Bu 9 mo'jiza Fir'avn va uning ahliga yuborilgan oxirgi signal edi. Endi keyingisi alamli azob bo'ladi, unda esa iymon foyda bermaydi. Alloh azza va jalla bir odamni, bir qavmni, bir shaharni, bir mamlakatni ogohlantirmoqchi bo'lsa, ularga alomat, belgilar yuboradi. Yashnab turgan dehqonchilikka kasal keladi, yurib turgan biznes birdaniga orqaga ketadi. Umuman yomg'ir yog'maydi, narxlar oshadi yoki havo ifloslanib ketadi. Farosatli odamlar bu paytda darhol orqaga qaraydi. Nima ish qildik? Qayerda xato qildik? Qaysi harakatimiz Xudoga ma'qul kelmadi? Farosatli odam xatoni aniqlaydi va uni tuzatib, zudlik bilan tavba qilib Allohga qaytadi. Nafsini va dunyosini sevadiganlar esa Fir'avn aybni Musoga to'nkaganidek, muammolarni mas'ul odamlarga, podshoh, vazir, hokimlarga to'nkaydi. Ular o'ylab ko'rmaydi. O'sha ustimizdagi rahbarlarning qalbi kimning qo'lida? Agar men Xudoga qaytsam, Alloh ustimdagi rahbar qalbini menga nisbatan rahimli qilib qo'yadi-ku. Yo'q, unday o'ylash uchun farosat kerak. Afsuski, farosat bozorda sotilmaydi. Biz bilan qoling, tarix ko'rgan mo'jizalar. Ertaga ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.